9 guruh talabasi Abdulsavood Durdona bugun sizlarga ovoz apparati tuzilishining anatomik fiziologik xususiyatlari mavzusini tushuntirib beraman. Rejalari: birinchisi ovoz apparati tuzilishi, ikkinchisi ovoz apparati funksiyalari, uchinchisi ovoz apparati anatomik fiziologik xususiyatlari. Ovoz apparatining asosiy qismlari: laringeal to'qimalar va ovoz paylari. Bu to'qimalar ichki qismda joylashgan bo'lib, bular havo oqimi ta'sirida tebranib ovoz chiqaradi. Hiqildoqning tog'aylari: tog'aylar guruhiga hiqildoqni qo'llab-quvvatlaydigan turli xil tog'aylar, masalan, qalqonsimon, hajamsimon, qalqonsimon tog'aylar kiradi. Laringeal mushaklari: bu mushaklar hiqildoqning shaklini va ovoz paylarining tortilishini o'zgartirib, ovoz balandligini va tovushni boshqaradi. Nervlar: bu nervlar miyadan mushaklarga signallarni uzatadi. Shunda mushaklar harakat qilib, ovoz paylarini sozlaydi. Ovoz shakllanish jarayoni: ovoz shakllanishi nafas olish bilan boshlanadi. Shunda havo o'pkalardan chiqib, ovoz paylarida o'tadi. Havo oqimi ovoz paylarini tebratadi. Bu tebranish ovoz hosil qiladi. Ovoz apparatining funksional xususiyatlari: ovoz apparati o'zi 3 katta bo'limga bo'linadi. Nafas apparati, retseptor tizim, fonoton apparati haqiqiy ovoz hosil bo'lishi, uchinchisi artikulatsiya, rezonator apparati ovoz shakllanishi. Nafas apparati ovoz hosil bo'lishining energiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Bu ovoz o'pkadan chiqib, havo oqimining ovoz paychalarini tebratish natijasidir. Anatomik qismlar: burun bo'shlig'i, halqum, traxeya, o'pka, diafragma, qovurg'alar va mushaklar. Fiziologik jarayoni: inhalatsiya havo olish, diafragma pastga tushadi, o'pkaga havo kiradi. Ovoz uchun muhim ko'rsatkichlar: havo bosimi, nafasning davomiyligi, nafasning barqarorligi. Artikulatsiya va rezonator apparati: bu doim ovozni kuchaytiradi, jarangdor qiladi, so'zga aylantiradi. Asosiy rezonator bo'shliqlari: halqum bo'shlig'i, ovoz bo'shlig'i, burun bo'shlig'i. Rezonatorlar tovushning tembrini, jarangdorligini, boyligini, individual ohangini belgilaydi. Ovoz apparatining qo'shimcha fiziologik xususiyatlari: o'zgaruvchanlik. O'smirlik davrida hiqildoq tez o'sadi, ovoz pasaylashadi. Ovozning himoya mexanizmlari: yo'tal, begona narsani chiqarish, nerv boshqaruv, ovoz va nutqni bosh miya po'stlog'iga boshqaradi. Bronxol markazi, motor nervlari, vegetativ innervatsiya. Ovoz buzilish fiziologik sabablar: ovoz paylarining yallig'lanishi, haddan tashqari zo'riqish, yaroqsiz nafas mexanizmi, stress va psixogen buzilishlar. Xulosa: ovoz apparati murakkab, o'zaro bog'langan 3 asosiy bo'limdan: nafas apparati, fonoton apparati va artikulatsiya